Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi dolzarb muammoga to'xtalib o'tamiz. Bu hozirgi zamonda juda keng tarqalgan nozologiya hisoblanadi. Bu qandli diabet. Afsus, bu qandli diabet bilan ko'p odamlarning, bemorlarimizning a'zolari xastalanadi. Shu bo'yicha batafsil gaplashib o'tmoqchimiz. Qandli diabet va ko'z. Keyingi vaqtlarda bu so'zlar bir-biriga juda yaqinlashib kelmoqda. Sababi qandli diabetga chalingan bemorlarimizda ko'zda ko'pgina asoratlar uchramoqda. Bulardan eng ko'p uchraydigani ko'zdagi surunkali shamollashlar, ko'z yoshlanishi, ko'z yosh kanalini berkilib qolishi, bundan tashqari ko'z gavharini sekin-asta xiralashishi natijasida kelib chiqmoqda. Yuqorida aytib o'tayotgan hamma kasalliklar bu ko'zning oldingi qismiga tegishli. Eng achinarlisi, qandli diabet bilan xastalangan bemorlarda juda keng tarqalgan kasalliklar bu ko'zda orqa qismi bilan bog'liq kasalliklar. Ayniqsa ko'zni shishasimon tanasi va to'r pardada uchraydigan qon quyilishlarni nazarga tutmoqchiman va uni umumiy holat bilan aytayotganda bu diabetik retinopatiya deyiladi va hurmatli bemorlar, shuni aytish lozimki, diabetik retinopatiya to'g'ridan to'g'ri ko'rlikka olib keladigan kasallik. Bu og'ir asoratlar qandli diabetga chalingan bemorlarda bir kun, ikki kunda kelib qolmaydi. Bu asosan yillar davomida rivojlanadi va bunday og'ir asoratlarga olib kelishi vaqtida oftalmologga murojaat qilmasligi, kerakli tekshiruvlardan o'tmasligi, sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligi natijasida, ya'ni ko'zdagi ko'rishga jiddiy zarar qiladigan asoratlargacha olib keladi. Shuni aytish lozimki, bemorlarimiz agar e'tiborli bo'lsa, agar vaqtida o'zini qand miqdorini bilib turishi kerak. Ikkinchi qilayotgan ishi parheziga rioya qilish kerak. Parhez va qandning miqdori qonda sizning eng asosiy sog'lig'ingiz to'g'risidagi belgilardan bittasi hisoblanadi. Bugungi kunda bizlarni Billur ko'z klinikamizning jamoasida keng miqyosda ham turli xil diagnostik apparatlar mavjud. Xalqimiz orasida agar ko'z gavhari xiralashsa, menda sahr bor, buni jarrohlik yo'lini o'tkazib gavharni almashtirish jarrohligini o'tkazish kerakmi yo'qmi degan qo'rquv paydo bo'ladi. Shuning uchun siz albatta bizga murojaat qilganingizdan keyin ko'zingizni to'liq tekshiruvlardan o'tkazamiz. Ya'ni ko'zingizni oldingi qismini tirqishli lampadan ko'rib, gavharingizni holati, ko'z ichki bosimingiz, ko'zdagi to'r pardadagi o'zgarishlar, qon quyilganmi yo'qmi, makulada shish bormi yo'qmi, hammasi ko'rilib, o'zimizda ishonch hosil qilgandan keyin sizga jarrohlik amaliyoti tavsiya etiladi. O'shanda bizlar sizlarga to'liq savollaringizga javob bergan holda asoslangan tashxis qo'yiladi va asoslangan tashxisga qo'yilganimizdan keyin bizlar o'zimiz sizlarga tavsiya beramiz. Qanaqa yo'l bilan, qanaqa muolaja bilan sizga optimal ravishda yordam bera olishimizni. Shuni aytish lozimki, bugungi kunda Billur ko'z klinikamizda bizlar nafaqat kichkina kesim yordamida, ya'ni fokoemulsifikatsiya yordamida gavharingizni almashtirishimiz mumkin. Yana to'r pardada inyeksiya yo'llari bilan qonni so'rtirishimiz mumkin. Undan tashqari lazer jarrohlik amaliyotini ham o'tkazishimiz mumkin. Yanada ko'zda yangi qon tomirlar hosil bo'layotganda, bu yangi tomirlar mo'rt bo'layotgan natijasida u tomirlarni kuydirgan holda bizlar sizlarga yuqori malakali jarrohlik amaliyotini o'tkazishimiz ham mumkin. Vaqtida lazer jarrohlik amaliyotlarini va ko'z ichki inyeksiyalarni olishingiz ko'zdagi keyingi asoratlarni oldini olgan hisoblanadi. Sababi sizda ko'zingizda qandli diabetning boshlang'ich davrlarida o'zingizga sezilarli darajada o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin. Lekin afsus, bemorlarimizning aksariyati kech bosqichda murojaat qiladi. Lekin o'shanga qaramasdan bizlar o'zimizni bemorlarimizni umidini uzmaymiz va og'ir holatlarda ham jarrohlik amaliyoti, ya'ni kombinatsiyalashgan jarrohlik amaliyoti, ya'ni
bir vaqtni o'zida gavharni almashtirish, inyeksiyalar qilish, to'r pardada lazer jarrohlik amaliyotini o'tkazish va to'r pardani vitreoretinal jarrohlik amaliyotini o'tkazish imkoniyatiga ega biz. Hurmatli bemorlar, sizlardan iltimos o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Vaqtida tekshiruvlardan o'tkazib turishingiz, profilaktik maslahatlarni olib turishingiz ko'zingizni uzoq muddat yorug' olamda ko'rishiga xizmat qiladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.